14-iyun kuni 21-yilgacha bo'lgan iyun kunlarida Avstriyaning Vena shahridagi bo'lgan xalqaro gruntlar mexanikasi va geotexnika bo'yicha katta ilmiy kongressda qatnashdim. Bu forum har 4 yilda bir marta bo'lib, konferensiyaning birinchi kunida mana shunaqa umumiy masalalar ko'rildi. Bizlarning masalamizga asosan bu ESMJ degan davlat assotsiatsiyalarining xalqaro yig'imi hisoblanadi. U yerda prezidentlar tanlanadi. U yerda mana shu har 4 yilda bo'ladigan konferensiyalar egalari tanlanadi va har bir qit'aning o'zini vitse-prezidentlari tanlanadi. O'sha yerda bizlar qatnashdik. Juda ham katta forumda shu 3 ta masala ko'rib chiqildi. Birinchi masala shu prezidentlar tanlandi. Ular bilan oldin maslahatlashdim. Qaysi Samarqand davlat universitetiga maksimal yordam beramiz, shu yerda xizmatlaringizni qilamiz, mayli menga ovoz bering degandan keyin o'sha odamni ma'qul kelib o'sha odamga ovozimni berib keldik. Kelgusi shunaqa 4 yillik 30-yillarda bo'ladi, har 4 yilda. Bu yerda Tanju universiteti Xitoy Shanxayda yutib chiqdi. Shu yilning boshida bizlarni delegatsiyasini ular qabul qilib oldi, katta konferensiya bo'ldi. Hozir Samarqand davlat universiteti bilan aloqalarimiz juda ham yaxshi. Aksariyat holda faqatgina geotexnika emas, shu seysmobardoshlik, zilzila bardoshlik bo'yicha bizlarga katta yordam bermoqchi. Endi konferensiyaning o'zi 15-dan boshlandi. Ma'ruza bilan biz chiqdik. Bu ma'ruzamiz shogirdimiz 3 yillik qilgan mavzulari bo'yicha, qilgan ishlari bo'yicha katta ishlarni o'sha yerda olib chiqib, ular ko'pchiligini ko'rib chiqdi va o'sha chop qildi, o'sha katta maqolamizni chop chiqib chiqardi. Bu yerda ham shu namunalari bor. Undan tashqari bir 2-3 kun oldin yoshlar konferensiyasi bo'lib berdi. U yerda ham o'zimizni shogirdlar bilan chiqdik. Eng qizig'i shundan iboratki, shu Venadagi kelishuv davomida, shu universitet bilan kelishuv davomida Yevrosoyuz grantlari bo'yicha jamoa yig'ildi. O'sha jamoaga o'sha yerning o'zida Samarqand davlat universitetini ham bitta Yevrosoyuz grantiga qo'shib qo'ydilar. O'shani ham namunasini olib kelib, mana shu yerda ko'rsatiladi. Bu juda ham katta xursandchilik. Men olib kelgan o'sha grantning Yevrosoyuz bilan qilingan grantning namunasini, shartnomasini namunasini rahbariyatga yubordim. Bu ham bir katta xursandchilik. Umuman borib kelganimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, juda qisqa muddat ichida 1 yil, 2 yilda Samarqandda ham men kelishib keldim. Samarqandda ham shunaqa xalqaro konferensiya o'tkazish masalasi qo'yildi.